Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish atalmış qara va razil kuchlarga zarb berish nomida davom qildirilmoqda. Uyg'ur tibobat dorigarligi mablag' bo'lsa-la kim asli bo'ladigan bir turga aylanib qolmoqda. Turkiya qatorliq erlikdan ortiq davlat Hindistonga chaqiriq e'lon qildi. Xabarlarimizning oxirida putni olmab o'tirishning ziyin haqida to'xtalamiz. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarında bolsun. Erkin Asya Radiosu xəbərdə yaxında Uyğur Avtonom Rayonluq Hökumət və Partiya Komissiyası qara və rəzil küçlərə zərb beriş mərkəzi işxanası qarışlıq 21-ci Nazaret Qrupusының bu cəhətdəki xidmətlər haqqında çıxarğan bahalaş nəticəsiga asasən özlərinin bundan keyingi xidmətlərini qandaq özgərtadiganlığı və qandaq səviyyədə davam qıladiganlığı toğrısındakı xidmətlərini tərtibə seliş və özgərtiş layihəsini besib tarqıtıb, Şərq Türkistondakı hər dərəcəlik organlarının qəti icra qilishini tələb qilgan. Tanrıtaq Toru'nun 10. sentябrdagi xabarda aytilishicha, atalmış qara va razil kuchlarga zarb berish markaziy ishxonasi qarashliq 21-ci Nazaret Qrupusi Sharq Turkistondagi doiralarning bu jihatdagi xizmatlarining yetarli bo'lmaganligi, uningda 6 cho'ng tur bo'yicha 59 xil yetersizlik va boshqa ko'plagan kamchiliklarning borligini bildirganligi uchun bu masalani hal qilishning bir qator yangi choralarni tuzib chiqqan. Mazkur xizmat loyihasida atalmış yangi davrdagi Kompartiyaning Şinjanni idora qilish strategiyasi Bulubmu ijtimoiy muqimlik va uzoq mezgillik amillik o'rnatish nishoni bo'yicha qara va razil kuchlarga qarshi kurashni muqimlikni saqlash bilan zich birlashtirish. Bu holni 3 yilgacha izchil davom qildirishning bundan keyingi xizmatlarda bosh yetakchi ideya bo'ladiganligi alohida ta'kidlangan. Yangi xizmat loyihasida bundan keyingi xizmatlarning muhim nishoni markaziy ishxona ko'rsatib bergan masalalarni to'liq hal qilgan asosda qara va razil kuchlarga zarb berish harakatini davom qildirish ekanligi. Buningda qatlam mas'uliyatni o'z ustiga olgan holda 5 darajalik sekretarlar qo'lma-qo'l ish ko'rish, qatlam besimni yetkazish ro'yi bo'yicha uzoq mezgil davom qildirish ekanligi ko'rsatilgan ekan. Bu xildagi yangi xizmat nishoni, yangi xizmat usuli, yangi xizmat talabi bo'yicha qara va razil kuchlarga zarb berishdagi xizmat loyihasi to'g'risida fikr qildiganlardan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Reshid, shuncha ko'p Uyg'ur sarxillarining qara kuchlarga bog'lab yo'qitib bo'lgan Xitoy hukumatining bu xizmatni yetarli bo'lmagan deb qarag'anligining o'zi bundan keyin hech qanday bir Uyg'ur kadrining omon qolmaydiganligiga berilgan bishorat deb ko'rsatgan. Dunyo bo'yicha tabiiy, ziyonsiz yeshil ozuqliq va dorilarga bo'lgan ehtiyoj hammadan yuqori bo'layotgan bugungi kunda albatta Uyg'urlarning qo'lidagi an'anaviy Uyg'ur tibobat dorigarligimi parlaq taraqqiyot kelgusiga ega bir kasb hisoblanadi. Yaqinqi yillarda Uyg'ur dorigar va korxonachilarning tirishchanliklari bilan korxona madaniyatiga qadam besib, Uyg'ur xalqining o'zining qo'lidan chiqib bozorga kirgan Uyg'ur tibobat dorilari hamdil shuhrat tepayotganda, Uyg'ur tibobat dorigarligidan iborat bu egilikmi Xitoy tarafidan atalmış Şinjan Uyg'ur tibobat dorilari sanoat turi qurilishiga kirgizilib, Uyg'ur tibobat dorilarini keng turda ishlab chiqarish va setish huquqlari barbara Xitoy shirkatlariga o'tkazib berilgan. Uyg'ur tibobati dorigarligining an'anaviy afzalligi bo'lsa, umumiy badanga dori qilish orqali kasallangan o'rnini davolashni maqsad qilib, kasalning manbaiga asosan tangshab yasaladi. Yaqinqi yillarda Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda Uyg'ur tibobat dorigarligini kasb qilgan zavod qurish, dori ijozatnomasi bejirish, setish va boshqa mulozimatlarni bir gavda qilgan korxonalashtirishdagi universal foydali siyosatlardan bahramon bo'lgan Xitoy mablag' solg'uchilar Uyg'ur tibobat dorigarlik kasbiga butunlay ega bo'lgan. Hatto Şinjan Uyg'ur tibbiy dorigarlik kasbiy mas'uliyat shirkati nomidagi ilgari nom qozongan Xalmurod doktor idorchiligidagi Uyg'ur tibbiy dorigarligi bilan tadqiqot ishlari birlashtirilgan shirkatning to'liq peyga Xobidagi Rinfu dorigarlik shirkati nishonliq yordam berish turi siyosatlari orqali ega bo'lgan bo'lib, hozir 30 xildan ortiq Uyg'ur tibobat dorilari mushu zavodda yasalmoqda. Xitoy dori ishlab chiqarish korxonalari navbatda Uyg'urlardan texnika va retseptlarga ega bo'lgandan keyin Sukam Javhari, Shifoiy g'arg'ar qatorliq Uyg'ur milliy tibobat dorilarini keng turda ishlab chiqarib bozorga solmoqda. Ercho'la mablag' va texnika orqali Uyg'ur tibobat dorilarini pishiqlab ishlash sanoatini taraqqiy qildirdik deyotgan bo'lsa-mu, norozilik inkoslarini bildirgan Uyg'ur tibobat kasb ahlilari amaliyotda ularning Uyg'urlarning an'anaviy dori ishlash texnikasiga buzg'unchilik yaratib, tez unum va iqtisodiy manfaatini qo'g'lishib, dorilarga soxtalik qo'shayotganligini ma'lum qilgan. Xotin Uyg'ur tibobat doktorxonasida 10 yildan ortiq varash bo'lib ishlagan tajribali Uyg'ur tibobatining andisi bo'lsa, Xitoyning dori bozoridagi qalaymiqanchiligi hammaga ma'lum masala. Soxta dorilarning borgancha bozorni egallaganligini Xitoy jamiyatida iste'molchilarda dorilarga qarata kuchli shubha mavjud. Odamlarni zaharlayotgan bu xildagi dorilar dal Xitoylar tomonidan ishlab chiqarilgan. Hech qanday insoniy mas'uliyat, iymon e'tiqodi bo'lmagan, qimmat qarashi, insoniy axloq o'lchami Uyg'urlarga o'xshamaydigan, faqat iqtisodiy manfaatni o'ylaydigan Xitoy xo'jayinlar Uyg'ur tibobat ahkomlari va an'anasini bilmaydi va bilishga qiziqmaydi. Uni bir qimmatli boylik sifatida hurmat qilmaydi. Ana shunda Xitoy mablag' solg'uvchilarining faqat mablag' va siyosat afzalligi bilan Uyg'ur tibobat kasbini monopol qilib olishi Uyg'ur tibobat dori kasbini yo'qolishga qarab yuzlantirmoqda degan.
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişide Türkiye qatarlıq 50'den artıq dövlət Hindistonga alohida rayonluq salohiyatini amaldan qaldırılgan Keşmirdagi kişilik hukuk depsendichiliklerini to'xtatish uchun chaqiriq e'lon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevada davamlaşkan Kişilik Hukuk Kengişi 42. növbetlik yığınның 2. qitimliq yığınida Keşmir meselesi aldınqı nuqtaliq tema qilindi. Türkiye qatarlıq 50'den artıq dövlət və İslam Həmkarlıq Təşkilatı tərəfindən tayyorlanğan dokladda Hindistonның 5. avgustda rayonның alohida salohiyatini amaldan qaldırışı bilan Keşmirdə kişilik hukuk depsendichiligi və insani vəziyyətning nacharlashiga başlanğanligini ta'kidladi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı işxonasiga sunulib, ro'yxatga oldirilgan o'rtaq dokladda Keşmir xalqining bo'libmi turmush, erkinlik va asosiy kishilik huquqlariga hurmat bildirilishi va qo'g'dilinishi talab qilindi. Hindistonning Keşmirda yo'l qo'ygan ko'chaga chiqishni cheklash belgilamasining darhol amaldan qoldirilishi, uchur aloqa vositalarining cheklanishiga xotim berilishi va siyosiy tutqunlarni qo'yib berish kerakligi, Hindiston qismlarining Keşmir xalqiga haddidan ortiq kuch ishlatishni to'xtatishi, kishilik huquq tashkilotlari va xalqaro axborotning to'salg'usiz holda Keşmirga kirilishi kerakligi talab qilindi. Nurg'un kishining putini olmab o'ltiradigan odati bor. Ba'zilari erkin ozoda olmab o'ltirsa, ba'zilari nihoyat epchillik bilan nafis olmab o'ltirdi. Mayli qaysi xil olmab o'ltirish bo'lsin, har ikkisining salomatlik ta'siri bo'lishi mumkin. Ma'lum nuqtadan aytganda, putni olmab o'ltirganda odam badanining eg'irligi markazini tangshab, texmi muqim o'ltirg'ili bo'ladi. Put va put osti muskulning jiddiyligini vaqtincha pasaytib, muskul to'pini qisqa bo'shashtiradi. Biroq oldingi sharti vaqti qisqa bo'lishi kerak. Eng yaxshisi 10 minutdan eshib ketmasligi lozim. Bo'lmasa eshib kelgan zehni foydasini besib tushadi. Putni olmab o'ltirishning tövəndikidek ziyonli taraflari bor. Put vena tomirining agir-bugiri kengayishi yoki qon nokchisi kaplashishini keltirib chiqaradi. Umurtqa shaklining o'zgarishini keltirib chiqaradi. So'nggi kasalliklar o'zgarishi yoki muskullarning zo'riqishini keltirib chiqaradi. Ayollar kasalliklarini keltirib chiqaradi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.